Assalomu alaykum hammaga. Ko'p obunachilarimiz aytadi, signalistdan qimmat qo'yasizlar deb. Mana arzon ishda oqibati. Mana shuncha sim yotibdi. Oyoq tag osilib, pedallarga osilib qolgan. Akamiz signalistlarni olib shu yig'ishtiryaptilar. Ichidan mana bunaqa iголkalar ham chiqib keldi. Agar shu elektrik ko'rayotgan bo'lsa, iголка mana shu mashinaga qolib ketgan ekan. Birovni shuni yomonlash emas, shunchaki ishda yaxshiroq qilish kerak ekan. Hamma simlar, ko'p simlar ochiq yotibdi. To'g'rirog'i hozir o'zim zo'rg'a yechib olyapman. Sababi mana ichkarini ko'ramiz. 58 ta sim ulab tashlagan bir-biriga. Ish bunaqa bo'lmaydi, akkuratni ulash kerak edi. Shu uchun iloji boricha akkuratni ishlaydigan ustaga olib boringizlar. Bunaqa tajriba quyonchasi qilib, hamma tomonda rasoq tashib ikkinchi ish bo'lmasin. Birovni ishini yomonlash emas, shunchaki yaxshiroq ish qilish kerak, sifatliroq. Ertaga yechayotgan odam juda qiyin bo'lmasin. Mana holat. Hamma narsani yechib tashlab, zavodskiy holatga olib kelamiz. Cruise control mana ichida ishlarini qilib beryapmiz. E'tibor uchun hammaga rahmat. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Tayyor bo'lgan holatini ikkinchi videoda qo'yib o'taman. Mashinamizni tayyorlab oldik. Mana hamma narsalari joy-joy turibdi. Ikkitasi cruise control bilan multimedianiki. Miyanchani chiqarganmiz. Simlari zavodskiydagi qoldi. Hammasini bittalab terib chiqdim. Ikkitasi cruise controlniki. Hammasini o'rab birga bir ishlaydigan qildik. Kesib tashlagan ekan, to'g'riladik. Pastlarini ham to'g'rilab yig'averamiz. Kimga shunaqa sifatli xizmatlarimiz kerak bo'lsa, bemalol kelib qildirib ketsalaringiz bo'ladi. E'tibor uchun hammaga rahmat. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar.